Nega hamma jarayonlar bitta dasturiy ta'minotda bo'lishi muhim? Sizga tushunarli va juda ham qiziq misol bilan tushuntiraman. Deylik, Apple mahsulotlari. Buni hamma sevib ishlatadi. Uni chiroyliligi yoki emotsiyasi uchun emas. Apple'da ekotizim mavjud. Siz agar bugun iPhone sotib oldingiz, ertaga esa MacBook sotib olsangiz, sizning iPhone'ingizdagi barcha rasmlar MacBook'ingizda paydo bo'ladi va barcha sozlamalar ham. Undan so'ng Apple soatini sotib olsangiz, barcha Wi-Fi sozlamalari-yu parollaringiz ham telefoningizga ko'chadi. Yoki siz iPad sotib olsangiz, uni MacBook'ingizga qo'shimcha monitor sifatida foydalanishingiz mumkin. Agarda siz biznesingizni bitta dasturda boshqarsangiz, butun boshli moliyaviy ko'rsatkichlaringiz bitta joyda jamlanadi. Siz CRM uchun, HR uchun yoki MES uchun yoki POS uchun har xil dasturlarga har xil parollarda kirmaysiz. Bitta dasturga bitta parol bilan kirib, barcha biznesingiz haqidagi ma'lumotlarni to'laqonli ko'rishingiz mumkin bo'ladi.